Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Vatan himoyachilari kunida mana Azamjon akam, Marg'ilonli Akramjon akam, Xudo salomat qilsin o'rtog'ingizni bugun ertalabdan kechgacha yemish kuni bo'ldi. Vatan himoyachilari kunida juda ko'pchilikning ko'nglini Akram akam olib kelyapti. Akram akamning xursandchilik sherik bo'lgan holatda bir duo qilib qo'yasiz. Bugun Vatan himoyachi kunida erkaklarimizni, aka-ukalarimizni, qarindoshlar hech akra bo'lardi. Akram akami haliga aytgan gap bilan ham tabriklab qo'yasiz. Amin. Allohim yaqinroq keling. Hamisha yuzlaring yorug' bo'lsin. Umrlaringga, rizqlaringga, kasb-u kamolotlaringga baraka bersin. Bu Akramjon akamni iloyim qilayotgan xizmatlaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana yangi mashinalar quruq bo'lsin. Amin. Yangi imoratlar quruq bo'lsin. Bugungi bayramga chiroyli sovg'alar bo'ldi. Iloyimchi xonadoningizga tugalmas boylik bersin. Sizni hamisha qilgan xizmatingizdan Alloh rozi bo'lsin. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Ayam bilan qo'sha qaring, bola chaqalaringizga, nevara chevaralaringizga hamisha bosh bo'ling. Allohga rahmat. Ko'rgan kechirgan qiyin kunlari o'tib ketgan bo'lsin. Amin. O'tib ketgan bo'lsin. Bichi yigitni nimasi yo'lda deydi-ku, hamisha o'zi qutlasin.